Siz multfilmlarni yaxshi ko'rasiz. Bu hikoyalar bizni kuldiradi, tushkunlikka tushiradi, qo'rqitadi va umidvor qiladi. Ammo hammasi qayerdan boshlanadi deb o'ylaganmisiz? Rasm yoki chizmadan emas. Ovoz aktyordan ham emas. Hatto rejissyorning rejasidan ham emas. Hammasi bitta odam bilan boshlanadi. U bo'sh stolga o'tiradi va so'zlarni yozadi. Oddiy so'zlarni keyinchalik butun bir dunyoga aylanadigan. Bu odamni deyarli hech kim ko'rmaydi. Lekin usiz Shrek, Simba yoki sevimli reklama qahramoningiz bo'lmas edi. Bu multfilm ssenaristi. Bugun uning kimligini va qanday bu kasbni egallash mumkinligini bilib olamiz. Ko'pchilik multfilm ssenaristini shunchaki dialoglar yozuvchi deb o'ylaydi. Multfilmda esa hamma narsa murakkabroq. Jonli kinoda aktyorning o'zi hissiyotlarni ko'rsatadi, tushkunlikka tushadi yoki kayfiyati ko'tariladi. Animatsiyada jonli aktyor yo'q. Shuning uchun ssenariy muallifi har bir harakatni, har bir pauzani, kayfiyatning har bir o'zgarishini tasvirlab berish kerak. Masalan, u shunchaki qahramon xafa bo'ldi deb yozmaydi, balki uning yelkalari tushadi, quloqlari sovlaydi, u polga tikiladi va shunday chuqur xo'rsinadiki, stol ustidagi barg uchib tushadi deb yozadi. Multfilm ssenaristi bu dunyoning me'mori. Dunyo avval faqat so'zlarda mavjud. Shundan keyingina rassomlar va animatorlar bu so'zlarni rasmga aylantiradi. Yaxshi ssenariysiz hatto eng chiroyli animatsiya ham zerikarli va ma'nosiz bo'ladi. Multfilm ssenaristining odatdagi kuni qanday o'tadi? Ertalab soat 9 da. U stolga o'tiradi, daftarni ochadi, kecha yozib qo'ygan bema'ni fikrni ko'radi. Agar bosh qahramon tomchi bo'lib, tushishdan qo'rqsa. Soat 10 da. Rejissyor va rassom bilan uchrashuv. Ular dunyo qanday ko'rinishda, qanday ranglarda, qanday kayfiyatda bo'lishini muhokama qiladi. Ssenariy muallifi so'z bilan tushuntiradi, rassom chizishni boshlaydi. Soat 11:30 da. Eng muhim qism sahna yozish. U maxsus dasturda ishlaydi. Faqat dialog emas, balki qahramon eshikka yaqinlashadi, qo'li titraydi, u nafas oladi va ochishga jur'at etmaydi deb yozadi. Soat 13 da. Tushlik. Shu bilan birga animator bilan ko'rishadi, uning ssenariysi harakatda qanday ishlashini tushunish uchun. Soat 15 da. O'zgartirishlar. Prodyuser aytdi, sahna juda uzun, 30 soniyani olib tashla. Ssenariy yozuvchisi olib tashlaydi, lekin ma'noni saqlaydi. Soat 18 da. Kunni tugatadi, hamma narsa mantiqiy ekanini tekshiradi va ertangi miya hujumiga tayyorlanadi. Bu aniq chegarasi bo'lmagan ish, agar ilhom kelsa, kechasi 2 da yozishingiz mumkin. Lekin ko'pincha bu intizom, kuniga 2-3 sahifa yozish kerak, hatto xohlamasangiz ham. Afzalliklari chiroyli. Siz olamlarni yaratasiz. Sizning qahramonlaringiz millionlab bolalar va kattalarning qalbida yashaydi. Ismingiz titrlarda. Multfilm chiqqanda sizning familiyangiz yaratuvchilar orasida bo'ladi. Istalgan joydan ishlash. Multfilm ssenaristiga faqat notebook va internet kerak. Toshkentda yashab, Los-Anjelesdagi studiyada ishlashingiz mumkin. Endi kamchiliklar. Doimiy tekshirishlar. Siz o'zingizga mukammal bo'lib ko'ringan sahnani yozasiz, rejissyor aytadi. Qayta yoz, bunda kulgili emas. Va shunday 5 marta. Vaqt. Multfilm bu biznes. Vaqt yonadi. Ba'zi tunlari yozishga majbur bo'lasiz. Ijodiy inqiroz. Siz 2 soat davomida hech narsa yozmay o'tirasiz. Boshda bo'shliq. Birorta fikr yo'q. Ertaga esa topshirish muddati. Bu stress. Sizga savol, bitta sahnani 10 marta qayta yozishga tayyormisiz? U ideal bo'lguncha. Agar ha, davom etamiz. Qaysi maktab fanlari multfilm ssenaristi bo'lishga yordam beradi? Adabiyot. Siz hikoyalar qanday tuzilganini bilishingiz kerak. Hech bo'lmaganda 50 ta kitob va 100 ta ssenariy o'qing. Shundan keyin nima ishlayotganini, nima ishlamayotganini tushuna boshlaysiz. Psixologiya. Qahramonlar tirik bo'lishi kerak. Xomush qahramonni yozish uchun dard qayerdan kelishini bilishingiz kerak. Psixologiya haqiqiy hissiyotlarni yaratishga yordam beradi. Ona tili va ritorika.
Siz aniq, qisqa, yorqin yozishingiz kerak. Hech qanday suv. Har bir so'z hikoya uchun ishlaydi. Jahon madaniyati va kino. Multfilmlarni tomoshabin sifatida emas, tahlilchi sifatida ko'ring. Nega bu sahna kulgili? Nega bu sahna qo'rqinchli? Boshqalarning ishlarini tahlil qiling. Lekin asosiysi baholar emas. Asosiysi har kuni o'qish va yozish. Hatto shunchaki kundalik yoki qisqa hikoyalar bo'lsa ham. Malaka amaliyot bilan keladi. Aynan qanday qilib multfilm ssenaristi bo'lish mumkin? Birinchi yo'l universitet. Lekin bu uzoq va qimmat. Eng muhimi, diplomni hech kim so'ramaydi. Faqat sizning ssenariylaringizni so'raydilar. Ikkinchi yo'l onlayn kurslar. $20 dan $200 ssenariy mahorati kurslari bor. 2-3 oy ichida tuzilmani va fikr mulohazani olasiz. Uchinchi yo'l o'z-o'zini o'qitish. Kitoblarni o'qing, masalan, Blake Snyderning Mushukni qutqaring, Robert Makkining ssenariy. Har kuni yozing. 3-5 ta qisqa ssenariy 5-10 betdan tayyorlang. Bepul ssenariy konkurslarida qatnashing. Multfilm ssenaristi bu hayotda boshqalar shunchaki hayot ko'rgan joyda siz hikoya ko'rishni o'rganadigan kasb. Siz bugun boshlashingiz mumkin. Daftarni oching va bitta sahna yozing. 2 ta qahramon, 2 ta jumla, bitta hissiyot. Qo'rqmang agar kulgili yoki bema'no bo'lsa ham. Bu sizning birinchi qadamingiz. Obuna bo'ling, orqada qolmang.